Assalomu alaykum Telegram, YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Salom Reska rossiyskiy jodlarni video obzor qilishda davom etamiz akalar. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Apparatimiz 220 ta ishlayapti. Xolo quruq universalni любой yashagingizda gazini beraveradi akalar mana. Hozirga Makkapoya chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Mana boshladik. Bismillah. Ketdi akalar mana. Bitta ishlatib qo'yasizlar, qolganini o'zi tortib ketaveradi akalar mana. Chiqaryapti turgani mana shunaqa. Ikkita pichoqda, hop, razmerini bitta ko'rsatib qo'yay mana. Ikkita pichoqda manchalik chiqaraveramiz. Ko'rib turibsizlar akalar mana chiqarganini. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hozir yana bir bog' olib ishlatib, videoni keyin davom ettiramiz. Ketdi mana yana bir bog'i. Ishlatib qo'yasizlar, og'lochilar buni yopib ishlatsa ham bo'laveradi, og'lochilar ochib olib ishlatsa ham bo'laveradi. Hech bir narsadan bezovtalanib deganlar uchun mana. Ishlashlarim mana shu tarzda ketaveradi akalar. Chiqarishlari mana. Bagigacha chiqaryapti. Ko'rib turibsizlar. Narxlari har xil chiqadi akalar. 4 million, 4,5 million, 5 million, 3,5 millionga ham bor bunaqalardan. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Dastavkasi pullik lekin. Buni hozir Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga qo'yamiz. Bu o'zimizdagi arendadagi joyda akalar. Yana bu o'zi sotiladimi deb hop aloqaga chiqmaysizlar iltimos. Bundan boshqalarini, hop tayyorlarini o'sha uchala kanalimizga ham qo'yib boramiz akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa mana shunaqa. Bir odamlarni qiynamaydigan, hashaklarda zo'r qilib changitmay bir odamlarga ham, hayvonlarga ham oson variantida yeydigan, chiqaradigan, qiynamaydigan qilib mana shunaqa apparatlar chiqarishda davom etamiz akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.